36 gram çıkar mı? Ha, 36 gram çıkar ekan. Evet. 3 su için 2 su gerek. Doğru mu? Eseybe neşetemiz? Yine birini n-1 su deyman. Endi ona glukoza olsa buna n-1 su deyman. Çıkan endi ona ne çıkardı? S6 H12O6 glukoza çıkan. Doğru mu bana? 63. savol bu. 69. savol ekan. Mana massasini aytib qo'yibdi, nechadir gramda, aytib aytinglar. Demek bu 65,7 gram ekan. Chiqqan glukoza necha gram? 72 gram. 72 gram ekan. O'z-o'zidan gön turibdi. Bundan mana ayirsak endi gapmi? Su. Doğru mu? Ayırib berim. Su kichkam axir. 6,3 gram ekan. Endi mana molda sal yaqin so'rab chiqadi o'xshaydi. 18 ga bo'lib qo'ying qancha mol chiqadi? 0,35. Toshlayman. Gol desa qarang, nima deb olaman. Ikkisini ham molini qo'yaman, bo'ladimi? Ana 12 Suvning moli qarang. 0,35. H2O demandan bunga 0,35 mol deyman. Mana S6 H12O6 demandan bunga 0,4 mol deb 72 ni 180 ga bo'lsak, ustidan mol qo'ysak, pastdan oldindagi sonni tushirmaylik. Demak, oldindagi son n-1, mana oldindagi n. Mana ko'paytiramiz. Mana ko'paytirsak 0,35 n teng 0,4 n minus 0,4. Bu yana o'tsa 0,4 teng 0,05 n teng 8 chiqadi ekan. Demak, 8 ona bo'lib bo'lsa bir-biridan qo'shiladi. Demak, metallar 6 qo'shiladigan S6 H12O chiqadi. Bunun biri 180 bo'lsa, bunun ham biri necha? 180. 180. Nechun hech qanday qo'shimcha modda chiqib ketmaydi-da. Mana masalan shaklida 100 gram deb turibdi. Inobat 50% deb turibdi buni. Bundan beri o'tganda nima shadamiz biza nima bo'ladi degan. Mana bunga ko'paytirib, bunga bo'lib, yana bunga bo'lish kerak. Bular qisqarib ketadi ikkisi. 100 ni 5 ga bo'lib qo'yarsa necha chiqadi? 200 gram chiqib turadi. Bizada 5 dona OH bor, bir dona aldegid guruhi bormi? Unga vodorod qo'shsak, aldegid guruhi ham OH spid guruhiga aylanadi. Natijada hosil bo'lgan moddada 6 dona OH bo'ladi. 6 OH bo'lgandan keyin unga natriy metal qo'shgan vaqtda har bir OHdagi vodorodning o'rniga bir dona natriy keladi. Natijada 6 vodoroddan jami 3 dona vodorod molekulasi hosil bo'ladi. Buni moddani formulasini bir ko'zingizga keltirib, reaksiyasini yozib ishga qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin hozircha sizlarga reaksiyasini yozib beramiz. Nechanchi savol dedik? 82 savol. Birinchi navbatda qaysi modda? Maltoza S12 H22O11 gidrolizlanibdi. 2 dona S6 H12O6 chiqadi. To'g'rimi? Gap tutdi, mana massasi mendan 9 gramga ko'pmadi. 9 gramga ko'p bo'lsa, demak shu suvning massasi 9 gram bo'ladi. Va shu 9 gram suvning molini bilamiz 0,5 mol. Demak bu 0,5 mol bo'lsa, buni o'tsak qancha mol bo'ladi? 1 mol. Ana shu glukozadan endi o'rtaga sorbit alindi deb qo'yibdi. Qarang, sorbitni ko'ramiz. SH2OH, SHOH dan 4 donami, SOH. Glukozani yeyib bersak shundaymi? To'g'rimi? Demak, shunga vodorod qo'shadiganchi bo'lsak, aldegidlar bilamiz, aldegid qaytarsa birlanchi spid, keton qaytarsa ikkilanchi spidda o'rganganmiz. Demak, uch guruhimiz, aldegid guruhimiz yana spid guruhiga aylanadi. Menda yo'q qaradimi? SH2OH, SHOH dan 4 dona izan SH2OH. Shuni aytadina, sorbitdir. Sorbit, eksid, pulsid deb aytadi. Tushunarlimi? 6 atomli spid. Lekin biz ham buni chatib yozishni o'rgandik. Biz ham buni S6 H12O6 dedikdan, unga vodorod qo'shib S6 H14O6 deb yozmoqqa o'rgandik, to'g'rimi? Asl tuzilishi nega aybasa? Shunday ekan, mana yozmoq qulay-ku menga nisbatan. Endi mana natriy metal bilan reaksiyasini bilish kerak. Demek spirtler natriy bilan reaksiyaga kirishib, ona chiqarmaydi. Esa har bir OH'dan bir dona natriy yo'naltiramiz. Shunda ishini tasavvur etdikmi? Shunda ibera yengla gaz qo'yarsan bo'lamiz, S6 H14O6 deb necha natriy kerak shunda bunga? 6 dona natriy kerak. 6 natriydan S6 H6 mi? Yo'q, S6 ni 6 ni olib tassak H8
O6 natriydan 6 dona oladi. Vodorotdan bundan natriy kelsa plus 3 dona olib chiqadi. Vodorot chiqadi. Demak, glyukozdan 1 mol edi. Bu 1 mol olsa ham 1 mol, ina ham 1 mol olsa bu necha mol bo'ladi? 3 mol chiqadi. Nosi daftar qo'yibdi. Nosi hech nima. 22 to'rtga ko'paytirasan, bu 67,2 litr chiqadi. To'g'rimi Salma? S6 H12 O6 bo'lsa, bundan S3 H7 SOH chiqadi. 2 dona karbon angidrid bilan 2 dona nol chiqadi. Vodorod chiqadi. O'sha chiqqan gazlarimizdan aytib qo'yibdi o'rtoqlar, o'rtachasi 30 dakika qo'yibdi, to'g'rimi? Demak, shu karbon angidrid bilan vodorodni o'rtachaga qo'yamiz. Ko'p o'quvchi aytadi, ustoz beda 2 dona karbon angidrid olib qo'ydik. 2 dona bo'lsin, 3 dona bo'lsin, farqi yo'q. Shu bir donada qaycha qo'yamiz yana. Karbon angidrid, vodorod. Demak, bu 44, bu 2 o'rtacha necha ekan? 30. 3 karbon angidrid, shu 2 karbon angidrid shu. Tushunarlimi? Agar andagi sonlar boshqa yo'q, necha bo'lishidan qat'iy. Farqi yo'q. Necha nisbatda bo'lsa, bir dona karbon angidrid o'zini qo'yasan. Demak, bu 28, bering 14 nisbat 2 ga 1. Demak, karbon angidridni 2 molda, vodorodni necha molda desak bo'ladi ekan? 1 desak bo'ladi ekan. Bu 1 mol bo'lsa, yana bundan 1 mol bo'ladi. 1 ni 2 ga 1 bo'lsang, 0,5 bo'ladi. Demak, 2 dan 1 olib tashlab, yana bu 1 mol, 1 ni 2 ga 1 bo'lsang, bam necha bo'ladi? 0,5 bo'ladi. Demak, ikkisini qo'shsak necha mol bo'ladi ekan? 1 mol. Demak, 0,5 ning 1 reaksiyaga shuni bilmayman, mana 0,5 ga 1 degani bu 1 2 nisbatda emasmi? 1 taqsim 2 degan. To'g'ri aytmayman. 101. Normalda maltozanada S12 H22 O11 gidrolizlanibdi. 2 donasi S6 H12 O6 chiqadi. Keyin shu S6 H12 O6 ga kumush 2 O qo'shibdilar. S6 H12 O7 bilan 2 dona kumush cho'kadi. Keyin yana shu S6 H12 O6 ga plus mis2 gidroksid qo'shib qizdirib qo'yibdi. Demak, bundan S6 H12 O7 chiqadi. mis2 O bilan sulang. Deyna shu 2 qo'yamiz. To'g'rimi? 4 bo'lsa, bilan 2 qo'yamiz ekan. 7, 8, 10, 6, 10 denglashdi. Demak, buni glyukozani teng 2 ga bo'ldi deb qo'ydi. Demak, ikkisi teng. Shundan buni ham x mol, buni ham x mol deymiz. Ikki cho'kmalik massa farqi deb qo'ydi. Bunda bu cho'kami bu x mol bo'lsa, bu 2x mol bo'ladi. Bu x mol bo'lsa, yana bu x mol bo'ladi. Shu ikkisini ayirishimiz kerak massasini. Yana bu 2x bo'lsa, 108 ga ko'paytirsak 216x pastdagi 144x ayirgani 702 gram deb qo'ydi farqini. Demak, x-ning teng 0,1 chiqadi ekan. Demak, yana bir 0,1 bo'lsa, bam 0,1 bo'lib, minus dejak. Ikkisi necha mol bo'ladi? 0,2. Demak, yana bu ikkisi 0,2 bo'lsa, 2 ga bo'lib o'tsak, buncha ekan 0,1. 0,1 ni 342 ga ko'paytirsak 34,2. Laktozanada S12 H22 O11. Laktozani gidroliz qiladigan bo'lsa, S6 H12 O6 bu glyukoza. Mana plus galaktoza chiqadi. S6 H12 O6 galaktoza. To'g'rimi? Keyin sellar yozalab qo'yibdi. Demak, S12 H22 O11. Bundan hozir yuqoridagi masalada ko'rdik, 2 dona glyukoza chiqarib qo'yibdi, to'g'rimi? S6 H12 O6 deymiz, anadan 2 qo'yamiz. Bu nisbatlarni bir ko'rib mana bu 1, bu 2. Mana 2x deyman, mana x desam bo'ladimi? Shunday bizlarga bu glyukozalar kerak. Glyukoza. Bu x olsa, yana bu ham x bo'ladi, 2x olsa, bu 4x bo'ladi. 2 glyukozani necha x oldi? 5x oldi. Keyin shu glyukozani monoksitali bo'jiga tutdilar. S6 H12 O6 bilan monoksitali bo'jiga tutsa, butan kislotani u, butan kislotani yaxshi S3 H7 SOH plus 2 dona karbon angidrid bilan 2 dona vodorod edi. Bunami? 10 mol. Demak, S3 H7 SOH natriy gidroksid qo'shsak, bir dona natriy gidroksid reaksiyaga kirib shunday bir vodorod natriy olib turaveradi-ku.
Doğru mu? 16. Bunda aytib ko'yibdi, ina bu glukoza balan 5x edi, bu 5x olsa ban 5x oladi, bu 5x olsa ban chiqib oladi. 5x lekin bizda mol deb qo'yibdi. Shunda 5x teng 10, x necha chiqar ekan? 2. Aparib qo'ysam, bu 2 mol, bu esa 4 mol. Navbatda ko'p. Immunovalent. Natr gidroksid qo'shilgan bu karbotanga to'p ketgan. Bu birinchi moddaga to'g'ri keladi. Endi yana nishlatsak butan chiqadi. Menimcha buni olib imbira qo'ysak ham butan chiqadi. Ingat qo'ysak yana 1, 2, 3, 4 desakdan, bunga suv hash qo'ysakdan, bunga metil qo'ysak, ina bu natr gidroksid bilan reaksiyaga erishadigan immunolit natr karbonat bo'ladi. To'g'rimi? Dan keyin ina bu butan bo'lib qoladi bu bilan baribir. Bundan ham butan chiqadi, bundan chiqadi. Endi qarang, buni olib beraga ko'chirsak butan chiqadimi? Yo'q. Bundan butan chiqmaydi. Nima uchun 1, 2, 3 ta 4 imdat qo'ysakda, indasi, qarang, bunga natr gidroksid qo'shadiganchi bo'lsak, immunolit ketadidan, buni olib qoladi, 2 metil propan bo'lib qoladi. To'g'rimi? Demak, bizda butanchasidan chiqadi ekan, İkisinden. ikisidan chiqadi.